Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhammad Bekzod. Bugun men sizlarga eng ko'p so'raladigan 4 ta laminat haqida gapirib beraman. Birinchisi 7-8 mm lik faskasiz laminat. Uyini remont qilib, ijaraga topshirmoqchi bo'lgan akalar uchun yoki maksimalni tejamkorlik bilan remont qilmoqchi bo'layotganlar uchun idealniy variant. Ikkinchisi suvdan himoyalanmagan standartli faskali laminat. Bu laminatimiz uyda yosh bola, uy hayvonlari yo'q obyektlarga yaxshi to'g'ri keladi. Uchinchisi 72 soatgacha suvdan himoyalangan, maksimum nagruzka ko'taradigan va usti shilinib ketmaydigan laminat xohlovchilarimiz uchun yaxshi variant. Va nihoyat, to'rtinchisi archa stilida teriladigan laminat. Interyer dizaynerlarining orasida trendga aylangan va sifati bo'yicha hech qaysidan yomon bo'lmagan laminatdir. Agarda siz o'z uyingizni san'at asariga aylantirmoqchi bo'lsangiz, bu laminat siz uchun. Mana shu aytib o'tilgan 4 xil laminatdan aynan qaysi biri sizga to'g'ri kelishini tanlashda biz sizga mafta yordam beramiz.